Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Urganch shahrida eng zo'r kvartirani obzorini qilamiz. Like'larni bosinglar, qo'ldan kelgancha yaratib beramiz yurtdoshlar. Bismillah deb bir girish qismimiz bo'ladi yurtdoshlar. Vнимательно kuzatib, tinglashlaringizni, eshitishlaringizni, tushunishlaringizni so'rayman. Girgandan keyin утепленный eshiklar oyoq ostimiz. Так, kafellar döşelgan отражательный, lustralar, dafadagi освещениyalar ko'rinib turadi. Girganimizdan bu yerda yana bizning shundan chap tomonimizda открытый hol, katta помещение, panoramli oynalari bilan o'zini Euro dizayni bilan, jihozlari bilan uyimizni girgandan bag'rimizni ochadi. Zo'r joy do'stlar, kelib ko'rsangizlar inshaalloh. Hali bunday kvartira chiqmagan sotuvga. Endi bu yerda kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnya shunday tipda, ya'ni раскладной oynalari ko'rishingiz mumkin. Yengil beklanadi. В общем, bu depadan osilgan xili, qimmat xili, pod zakaz keladi, bilasizlar. Shu narsani o'zina 2,5 ming dollar ketdi deb aytdilar. Kuxnya mebellarimiz ham da patalka ishlangan, yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin. Girgan yerimizda bu yerda rakovinalarimiz bir o'zini ochib turibdi, katta oynalari bilan do'stlar. Tak, bu yerda mягкий mebellarimiz, gilamlarni ko'rib turibsizlar. Чистый иранский gilamlar. Bu yerda поставкаlar, suvenirniy, книжный, в общем, bu yerda yana ko'rishingiz mumkin. Katta televizor поставкалari bilan. Arkasidan dekorativniy ishlangan. Yurtdoshlarning bu yerdan bir qiziq narsasi. Datchik включательlari bor ekan. Bu yerda desak kamayadi. В общем, o'chirsa ham bo'ladi shu uslubdan o'chsa. Yurtdoshlar, холодильники, gaz plitasi, посудомоющий вытяжка. Bu yerda maksimal sharoit. Bir mazza joyini o'tamiz, ko'rishingiz mumkin. Gilamlar ham o'zini bir gaplab turgan gilamlar. Qimmat narsalar ishlatilgan. Panoramli oynani ko'p maqtadik, shu mazali yerini ko'rsatib o'tayman sizlarga. Yana yurtdoshlar. Oynani ochsangizlar, bu yerda shunday yeri bor. Do'stlar, Dumzo'r. Lokatsiya Bandayna ekstreniy. Yangi O'zbekiston massivi. Bunda domlar bo'ladi. Hammasi dom bo'ladi bunlarning do'stlar. Xudo xolasa kelib ko'rsangizlar, guvoh bo'lasizlar. Dim ajoyib joy. Patologlar ham atachento qilingan, bu yerda daborlar ham kombinatsiyalar qilingan, perdalar yana ko'rishingiz mumkin. Zo'r joy. Biralar ham o'zini alohida tema, berlar ham oynalarni asib, yana bu stoykalar ham mebellar bilan obshivka etilgan bo'ladi. Kafellar ham eng qimmat bahasidan, даже yana bu divorlardagi o'zini bir dekorativniy ishlangan освещениyalar bilan dizayni kelsangizlar, sizlar bilan gaplashib beraman o'y, olmani deb. Mягкий mebellarning stolini do'stlar ko'rishingiz mumkin. Bahasini beringlar. Ushbu xonadonimizni mehnatdan qilgan, kalla qatirgan, o'zini fantaziyasini ishlatgan, dizayn avtorskiy qilib shohvalayotgan odamni bir like'larni bosib, mehnatini baholab qo'yasizlar deb umiddaman. Yana bu yerda yana yumshoqqina, pushisti bir, mamuk deymi, nima deydi buni? Gilamlar ham minimalizm qilingan, chunki bu yerda отражательный kafelarimiz bor, yana yorug'likni bana двойной qilib beradi, bilasizlar. Gilamlar minimalni uslubdan foydalanilgan. Bunda gullari, даже kelib ko'rsangizlar, bunday освещительlarni adam qo'yib qo'yibdilar. Eng do'stlar. Zo'r high-tech освещениyalar. Endi dальше bana o'tamiz. Katta lustrasi o'zini bomba yaqindan ko'rsatib bering. Yurtdoshlar, bana o'tamiz. Dim yengil. Suv, svet, gaz muammo yo'q. Bu yerda yana bir o'tirib demolardan holimiz bo'ladi. Yurtdoshlar, ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda televizor kattasi turibdi. Bunda вообще ulusi, почти stenani 90% beklab turibdi. Bu yerda ham kombinatsiyalar qilingan. Biralari do'stlar, mягкий mebellar.
O'tirib televizorni zonada televizor ko'raverasizlar. Yurtdoshlar, gördingizlar? Kelinglar. Ushbu xonadan sizlar uchun. Endi bu balkon aynalar bilan pereva ishlangan. Bu domlarda yo'q. Bu domlarda mana endi shotka bo'ladi. Olib tashlab o'zinikini moshina yatib, kafelarni döşep, даже balkonimizda yana lyustralar. Yana bu steklanli material, fordovый mi? Shunday material quyoshda oqarib qolmaydi u. Качественный перевалlar ham eng sifatli, qimmatbahosindan ishlangan. Yana yurtdoshlar. Balkon talabga javob beradi. Talabga javob beradi. Shu gilamimizni o'zi yana yungdan bo'lgan quyonni, shuning bir hayvonni derisidan, naturalniy mex, naturalniy ko'jadan, mexdan. Eshiklarimiz alohida tema, og'ir. Bu yerda avtomatlarimiz yevro sxemada qilingan bo'ladi. Tak, endi sanuzel o'tamiz. Bu yerda sanuzelimiz. Sanuzel nima deydi do'stlar? O'zini girgandan bir rakovinasi alohida tema. Bu yerda oynasi, yurtdoshlar. Oynasi против испарения, değil mi? Nasi? Feni do'stlar. Bir de dushovoy. Dushovoydan поставкаларına dom смеситель pianino deymilarmi? Oshun traplarim cho'tki ishlangan arkastimiz isi unitazam alohida tema. Kelinglar, ko'ringlar bu joyni. Hurmatli obunachilar, spalniyaga kiramiz. Eshiklarimizni aytdik. Eshiklarim qalin, og'ir eshiklardan qo'yilgan, sifatli. Spalniyaga kiradigan bo'lsak, spalniyada bizani shunday bir uyutnost, в общем, maksimal sharoit kutib oladi. Bu yerda поставкаlar, oynalar, tortmalar. Spalniyada dim romantik etib tashalgan. Mehr berilgan do'stlar, olib yashasangizlar, haz etib yashaydigan joy bu. Patologlarni ham zo'r ishlab qo'yibdilar bu yerni. Xudo xolasa endi sizlar bilan детский komnata o'tamiz. Devorlarini ham spalniy komplekt urilgan ekan bu. Nang do'stlar. Tak. Bu yerda spalniyamiz. Gilamlarni endi döşaladi ekan bu yeri. Детский komnata. Yurtdoshlar, bu yerdan pardasi, одинарная спальня. В общем, patologlarni e'tibor beringlar. Bu yerdan kombinatsiyalar qilingan, shkafi, bunda oynasi, yurtdoshlar. Zo'r. Xudo xolasa kelsangizlar, ko'rasizlar. Joyimiz расходni maksimal qilingan, $45,000 oshiq pul ketgan remont jihozini dim ko'p vaqtda remont qilingan joy. Rahmat e'tiborlar uchun like'larni bosib o'tirganlar. Alloh taolo sizlarni kamida shunday joylar bilan siylasin. Duodamiz hamisha bizani qo'llab-quvvatlaydiganlar. Alloh taolo o'zi sizlarni bir ibodat qiladigan, farzandlaringiz bilan bir yaxshi hayot, halol hayot kechiradigan bir xonadonlar bilan siylasin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun narxini ekranda yozdik. Prямо murojaat qilsangizlar, kelib ko'rsatamiz, mulk egasi bilan savdolashasizlar. Omon bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.